Haftanın birinchi kuni juda og'ir bo'lyapti-da. Nimaga desangiz, tomoshabinlar tomosha bormi deb so'rab keluvchilar ko'p. Aktyorlar bo'lsa dushanba kuni haftanın birinchi kuni dam olamiz deydi. Yana kimdir kelyapti. Kim bor? Kim bor? Kim bor? Otaxon, nimaga baqirasiz? Bu shu yer teatrmi? Teatr. Shu yerda tomosha bo'lish kerak edi. Meni kampirim nevarani olib kelish kerak edi. Bugun tomosha bormi? Otaxon, bugun dushanba, haftaning birinchi kuni. Bu aktyorlar dam olyapti. Kampir meni aytdimi? Bugun tomosha bor diyor. Kampir! Kampir! Otaxon buncha qichqirasiz. Bu teatr bo'lsa, bo'pti, kampirni chaqirib beraman. Onaxon shu yerga keluvdilar. Onaxon! Nima deysan, bolam? Mana. Otaxon, mana kampiringiz. Qayerda yuribsan? Bugun tomosha bor degding. Tomosha bor dedim, lekin aktyorlar bugun dam olayotgan ekan. Bugun dam olish ekan-da. Unda nima qilamiz? Unda keyingi hafta kelamiz. Mayli, yakshanba kuni kelamiz. Yakshanba kuni tomosha bormi, bolam? Yakshanba kuni albatta bo'ladi. 11da, soat 1da bo'ladi. Yaxshi bo'ldi-da. Kampir, beri kel. Nima deysiz, chol? Yakshanba kuni uyimizdagi ana qovoqni olib, qovoqdan somsa qilamiz. Chiroyli qilib, bir tora qilib aktyorlarga ham olib kelamiz, maylimi? Achchiqqina qolib qovursangiz, yaxshigina qovoq somsa bo'ladi, qovoq manti bo'ladi. Qilib, nevaralar bilan birga kelamiz-da, chol. Mayli, men choyxonani yig'ishtirib, men ham kelaman. Kampir. Kampir. Haliga teatrga kelib biz yoshligimizdagi o'ynagan bir o'yindan bir chiroyli qilib bir nozan o'ynab bersak, men ham qo'shilib o'ynasam. Qo'ying. Qarib qo'ymagan chal. Qanaqangi o'yin? Kampir. Bolam, muzikani qo'y. Qani bitta chiroyli o'ynaylik. Qani kampir,